orzu qilganmidinglar bu avtomobilga? Oldin juda ham qimmat turgan. Bugun esa Toyota Avalon Limited $9800 ga 2008-yil 370 ming kilometr probeg, xavotir bo'lmanglar, motor yangi taqilgan, garantiyasi ham bor ekan. Dvigatelimiz esa 3,5 litrli, rasxod taxmini 15-16 litr mo'ljalini qilinglar. Salonimiz esa zavodskoy bejevi rangida polniy koja bilan bo'ladi. Dvernoy kartaga ahamiyat berishingiz mumkin. Haqiqatdan o'sha paytda ham juda premium hisoblanganligida. Orqaga отдельный deflektor chiqqan, orqa sideniya, spinkani regulirovka ham qilishingiz mumkin. Oldi qatorda zavodskoy multimedia, multirul, kruiz, klimat kontrol, optitronniy tablo, avtomat korobka titroniklari bilan podogrev, obduv sideniy. Lekin men bu torpedkaga esinglardami? O'sha paytda niyat qilganlar, orzu qilganlar. Realno moda bo'lganda. Absolutno normalniy avtomobil yurib turgan Toyota Avalon Limited full komplektatsiyada juda ham zo'r narxga 9800 ga bosib yurishingiz mumkin. Test drive qilib xarid qilinglar.